Men yordamda administratsiya rahbari Saida Shavkatovnadan so'rayman. Sudda ichidagi holatni ko'rsalaring, agar o'sha kamera yozuvlaridan ko'rsalaring, nimadan noroziligimni bilasizlar. Sababi men hozir gapira olmayman. Chunki meni gapirishimga ham taqiq qo'yilgan. Men xuddiki hozir sudda men jabrlanuvchi emas, xuddi sudlanuvchiga o'xshayman. Xuddiki men jinoyatchiga o'xshayman. Xuddi meni aytdi, hattoki haqorat qilish holatlari bo'lyapti. Unga men reaksiya bildirsam, men gap eshityapman yana. Yechintirilgan siz mayli endi qo'pol aytishga majburmiz. Siz ochiq bo'lishini talab qilyapsiz, lekin sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Xuddi shunday. Men shu xalqdan yordam so'radim o'sha boshida ham. Menga oson deb o'ylaysizmi, internetga chiqib olib, ayol boshim bilan yordam beringlar deyish. Shular uchun kurashyapman, bilasizmi? Men o'zimni sha'nim xo'p, meni sha'nim toptali bo'ldi. Men boshqa birorta ayol shu kunga tushmasin deb harakatdaman. Lekin ko'raylik, mana guvohlar borib nima deganini xalq ko'rsin, bittasini ko'rsin, hali men nimaga dod deb chiqqanimni keyin bilasizlar. Siz hozir suddan chetlatilgansiz, jabrlanuvchi sifatida. Ha? Ham jabrlanuvchisiz, ham suddan haydalyapsiz. Ochilib ketadi, hamma yo'qda ochilaman, lekin hozir gapira olmayman. Ochiq holatda ham eslanmayapsizmi? Ha, eslanmayapti ekan. Shunaqangi qilib yo'naltirish mumkinmi? Misol sud raisi tomonidan shu narsa bo'lyapti. Qarangda, mana sud yopiq qilinsa, ommaviy axborot vositasi kirmasa, advokatlar hattoki telefonni bitta joyga jamlab qo'yilishi kerak bo'lsa, jamlab qo'yilyapti advokatlar telefoni. Nima, ularni sha'ni uchun yopilishi kerak. Siz sha'ningiz yo'q ekanmi? Yo'q, o'shanga ham hayronman. Aytdi, axir yechintirilgan odam men ruxsat beryapman, ommaviy axborot vositalari kirsin, ko'rsin, xalq shuni ko'rsin, hamma yoqda meni badnom qilardi bular. Shavkatovna, axir siz ham ayol kishisiz-ku, Tanzila Narboyeva, sizlar ham ayol kishisizlar-ku. Ularni sha'ni uchun yopilish kerak. Siz sha'ningiz yo'q ekanmi? Yo'q, o'shanga ham hayronman. Aytdi, axir Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin media kanali. Do'stlar, ko'pchilik biladi, Farg'ona viloyatining Furqat tumanida maktab direktori, ya'ni Gulira'no Qosimovani ishi bo'yicha hozir sud jarayonlari ketyapti. Lekin mana shu kunlarda Gulira'no Qosimova suddan norozi bo'lyapti, chunki sababi sud yopiq o'tkazilyapti, o'sha pressa chetlatilyapti, hattoki Gulira'no Qosimovani hozir o'zini ham suddan chetlatilgan. Shunga menga qo'ng'iroq qilib, iltimos aka, bizga yordam bering, hech bo'lmasa shuni xalq bilsin degan ma'noda hozir bizga qo'ng'iroq qilgandilar. Demak, biz Farg'onadamiz. Hozir Gulira'no Qosimovani o'zini eshitamiz. Men Qosimova Gulira'no Bahodirjon qiziman. Farg'ona viloyati Furqat tumanida 29-maktabda direktor bo'lib ishlayman. Men bilan bog'liq voqealarda juda ko'pchilik internet tarmoqlari orqali xabardor. Ya'ni 17-aprel 2025-yil kungi menga nisbatan ichki ishlar xodimlarini qilgan xatti-harakatlar yuzasidan men ommaviy axborotga yordam so'rab chiqqanman. Bu masala bugungi kunda Quva tuman sudida ko'rilyapti, lekin men bugun aynan shu sud holatlaridan, jarayonlardan norozi bo'lgani uchun yana sizlarga yordam so'rashga majbur bo'lyapman. Men yordamda administratsiya rahbari Saida Shavkatovnadan so'rayman, keyin oliy sud rahbaridan so'rayman, iltimos menga yordam beringlar, chunki boshidan holat achinarli tus olyapti. Nimani sud jarayonlaridan mutlaqo noroziman men. Chunki sudda ichidagi holatni ko'rsalaring, agar o'sha kamera yozuvlaridan ko'rsalaring, nimadan noroziligimni bilasizlar. Sababi men hozir gapira olmayman. Chunki meni gapirishimga ham taqiq qo'yilgan. Menga o'sha sud jarayonlarini siz aytishga, gapirishga taqiq qo'yilgan-a? Hozirda
bilasizmi, mana ommaviy axborot vositalari chetlatilindi suddan. Yopiq vaj nimaga yopyapsizlar deb har gal men e'tiroz qilganimda tezkor xodimlarni bo'layotgan sudida ularda aytadigan gapi maxfiy hisoblanadi, keyin shu uchun sud yopiq bo'ladi deyishdi. Lekin biror marta u haqida gap so'z bo'lgan yo'q sudda. Unaqangi bir qaror yo bir nima haqida gapirilgan yo'q sudda. Ishonasizmi, shu tadbirda qatnashgan rahbaridan tortib 10 ta xodimi, 11 kishi jami ichki ishlar xodimi. Hammasi telefonni yo sotib olgan yo yo'qotib qo'ygan yo jiyaniga bergan. Holat ichkarida o'sha ichki ishlar boshqarmasining ikkita bosh yuristlari men o'sha ochiq holatdagi sud haqida gapiryapman. Oydinlik kiritib ketay. Chunki ertaga hali bu murojaatim menga muammo bo'lishi mumkin. Men xuddiki hozir sudda men jabrlanuvchi emas, xuddi sudlanuvchiga o'xshayman. Ertaga jarayonlar haqida na gapiraman, na birorga aytalaman uni ichini. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, mana sud ketyapti chorshanba va juma kunlari, to'g'rimi? Quva tumanida. Oldingi sudda mana juma kuni sudda, endi uni aytsa bo'lsa kerak, siz hattoki sud zalidan haydalibsiz. Nimaga? Sud zalidan haydalganim sababi men sudyaga haqiqatan ham ko'p e'tiroz qildim. Bilasizmi, men hatto qonunlarga ham qarab chiqdim, e'tiroz qilishga haqqim bor ekan. Qaysiki ma'noda advokatlar ularda advokati xohlagan paytda turib e'tiroz qiladi. Ruxsat ham so'ramaydi. Oliy sud ko'rsa, shuningdek kamerani ochib ko'rsa, o'sha teng narsalarni ko'rsa, o'zi tushunadi nima demoqchiligimni. Demak, siz sudga e'tiroz qilganingiz uchun sizni sud zalidan haydashdi. Ha, men aytdimki, nimaga ularda advokatiga ruxsatsiz ham gapirishyapti. Biz advokatlarda agar bunday hurmatli sud, ruxsatingiz bilan gap boshlasa, men sizga hali ruxsat berganim yo'qman degan holatlar bo'ladi. Keyin aytyapman, ko'ring, mana orqada sudlanuvchilar bilan mana ichki ishlar boshqarmasining ikkita yuristlari guvohlar kim? O'sha ichki ishlarning xodimlari. Ularga ta'sir o'tkazirishyapti. Keyin o'tgan galda men aytdimki, bularni ham nimasi tekshirilsin, adolatli bo'lsin degan gapimga u yerda ko'rishingiz mumkin, men birovni haqorat qilmadim. Siz sudda baqir-chaqir qilib kimnidir haqorat qilmadingizmi? Yo'q, sizga hozir qaysi ohangda gapirayotgan bo'lsam, ko'rishsin, Oliy sud ko'rsin o'sha kamera yozuvini. Men aytdimki, nima sud raisiga adolatli bo'ling. Men aka ishonasizmi, aytdi, xuddiki men jinoyatchiga o'xshayman. Xuddi meni aytdi, hattoki haqorat qilish holatlari bo'lyapti. Unga men reaksiya bildirsam, men gap eshityapman yana. Bu holatlardan norozi bo'lib sudga raddiya berdik biz. Raddiyamiz tabiiyki rad qilindi. Qarangda, mana sud yopiq qilinsa, ommaviy axborot vositasi kirmasa, advokatlar hattoki telefonni bitta joyga jamlab qo'yilishi kerak bo'lsa, jamlab qo'yilyapti advokatlar telefoni. Biz biror nima deb e'tiroz qilishga haqqimiz bo'lmasa, bilmadim, balki men sud tartibini tushunmayotgandirman. Lekin yopiq qilishdan maqsad nima? Men yopiq bo'lishini o'zi kim so'ragan? Qarshi tomon so'rayapti. Ichki ishlar xodimlari, Furqat tumani ichki ishlar xodimlari. Ular so'rayapti, ular asosi bormi? So'rayapti. Nima, ularning sha'ni uchun yopilish kerak ekan. Sizning sha'ningiz yo'q ekanmi? Yo'q, o'shanga ham hayronman. Aytdi, axir yechintirilgan odam meni. Men ruxsat beryapman, ommaviy axborot vositalari kirsin, ko'rsin, xalq shuni ko'rsin, hamma yoqda meni badnom qilardi bular. Bu yerda siz Shavkatimni axir siz ham ayol kishisiz-ku, Tanzila Narboyeva, sizlar ham ayol kishisizlar-ku. Ular aytadigan ba'zilar to'g'ri bo'lsa, nimaga birortasi aqalli birortasi telefonni saqlab qo'ymagan? Xo'p, bular meni ushlab olgan bo'lsa, nimaga birortasi dalil sifatida telefonni taqdim qila olmayapti? Keyin yo'naltirish holatlari bor. Ishonasizmi sudda? Men ochiq holatlarda gapiryapman, yopiq holatda emas, yopiq holatda gapirsam hozir bilasizmi? Siz jinoiy javobgarlikka tortib olish mumkin. Hamma yo'qda ochalaman, lekin hozir gapira olmayman. Ochiq holatda ham eslanmayapsizmi? Ha, eslanmayapti ekan. Shunaqangi qilib yo'naltirish mumkinmi? Masalan, sud raisi tomonidan shu narsa bo'lyapti. Men savol bersam, nima, hali ag'dan-bag'dan olib qochadi hali guvohlar. Keyin eslanmayapsizmi? Eslanmayapti ekan. Men buni isbot qilib bera olaman. Kimga aytgan, qaysi vaqtda aytgan, nima degan, buni men isbot qilib bera olaman. Lekin sudda agar oliy sudga olinmasa, guvohlar farg'onalik, sudlanuvchilar farg'onalik, jabrlanuvchilar farg'onalikmiz. Men shu ish jarayonida mana nimamiz, generalimiz, o'sha general ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i, o'sha prokuror, sud Farg'onada bo'lyapti. Bo'lishi mumkin. Chunki ko'p hollar, mana yopiq sud majlisidagi ko'p holatlar menda shubha uyg'otyapti. Shu uchun biz sudga raddiya berdik.
Shu uchun men sudni rad qilishga hali qaror qildimki, o'sha ichkaridagi men ko'rgan holatlarda. Misol siz o'zingiz ishtirok etganingizda ham guvohi bo'ldingiz, hali guvohlarga hali sudlanuvchilar yaqin hali joyda joylashgan. Keyin aytyapman, kamera yozuvlaridan ko'ring, bular gap o'rgatib turibdi. Men hatto shunga ham e'tiroz qilishga haqqim yo'q aka. Nimani yo'q deyapti, men baqir-chaqir ham qilganim yo'q. Haqorat ham qilganim yo'q. Shu endi suddan so'ragan narsam adolatli bo'ling. Bularda advokatiga ham e'tiroz qiling. Meni advokatlarim savol beray turib chalg'ib ketyapti savol berishga. Chunki mana hozir siz meni eshitganingiz uchun gapiralyapman. Men o'zim ko'rdim, deyarli u yerda endi hammasi ichki ishlar xodimi, ular ham yurist. 10 ta yuristga qarshi chiqyapsiz hozir. Ha, shunaqangi. Hozir keyin bitta qiziq jihati, ichki ishlardan haydalib ketib, ayblov e'lon qilingan, sudlangan nimani ichki ishlar boshqarmasini ikkita yurist himoya qilyapti. Ikkita yurist uni himoya qilyapti. Hozir ishlamaydi. Hozir ishlamaydi, ishdan ketgan, увольнение bo'lgan, keyin bo'yniga 6 ta modda bilan ayblov qo'yilyapti. Yuristlar bemalol ko'rsat, bir-birlari bilan gaplashib, maslahatlashib aytdi. O'sha tergov jarayonida sizga o'sha noqonuniy xatti-harakatlardan keyin tergov jarayonida yoki undan keyin sizga bosim bo'ldimi, bo'lmadimi? Tergov jarayonlarida undan bosimni keragi yo'q. O'zi qo'llarida yalang'och holatdagi, o'sha kiyimsiz holatdagi videomiz bor, tarqatib boramiz degan bosimda o'zi yetadi. U ichki ishlar binosida ushlab turilishim uchun ham qo'limga kishan shart emas. Qaysi ayolga seni kiyimsiz holatdagi videoingni tarqatib boramiz desa, tarqatib deb turib chiqib ketadi. U hatto erkak kishi ham bunaqa qilolmaydi. Demak, hattoki siz ularning qo'lida o'sha sizning sha'ningiz bilan bog'liq narsa bo'lsa ham yechintirilgan siz mayli endi qo'pol aytishga majburmiz. Siz ochiq bo'lishini talab qilyapsiz, lekin sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Xuddi shunday. Shu sudya shuni ko'rmayaptimi degan savol tug'iladi-da. Ko'ryapti. Har safar ishonasizmi, har bitta sudda boshi ham shu iltimos bilan boshlanadi. Oxiri ham shu e'tiroz bilan tugaydi. Nimaga yopiq qilyapsiz? Men aytayapman-ku, o'sha tahqirlangan odam men bo'lsam, meni sudda muhokama bo'layotgan bo'lsam, ularda shanaga qanaqangi aloqasi bor tushunmayapman. Ularda o'sha nima 6 ta advokati, 2 talab yuristi, o'sha ichki ishlar xodimlari bir-biriga hali sudda deng shunaqa betartibliklar bo'ladi, ruxsat ham so'ramay gapirgan holatlari bo'ladi. Lekin keyin aytayapmanki, qonun faqat menga ishlaydimi? Men gapirishim mumkin bo'lmasa, tashqariga chiqib sizlardan yordam ola olmasam, meni orqamda bir kattaroq tanishim bo'lmasa, yordam so'ragani. Men shu xalqdan yordam so'radim o'sha boshida ham. Menga oson deb o'ylaysizmi, internetga chiqib olib, ayol boshim bilan yordam beringlar deyish. Nimaga oxiri majbur bo'ldimki, hozirgi shunaqangi dalillarni ko'ryapman. Haligi dalillarni ko'rsangiz borku, shunaqangi nafrat bilan borasizda tergovchiga qaqa qarading, sudga chiqarishdan oldin deysizda. Men hali bu har bittasini ochiqlab chiqaman, sud tugab olsin. O'sha videosi bilan, dalillar bilan, ekspertizalar qanaqa soxtalashtirilganlari bilan, hammasi bilan chiqaman ommaga. Faqat hozir meni jog'imda o'chirib imzo qo'ydirib olishgani uchun ham chiqolmayapman. Sizga hozir sudda jarayoni nima savol javob bo'ldi aytish mumkin emas. Mumkin emas. Agar aytsangiz sizga yana qo'shimcha jinoiy javobgarlik bor. Ha, men ogohlantirildim, imzo qo'ydirildim. Bo'lmasa, ishonasizmi, sudda ichidagi holatlarni hozir aytadigan bo'lsam-chi, butun internet nima bo'lyapti aytdi deb odamlarda o'z-o'zidan savol tug'iladi. Keyin internetga chiqishimga nima advokatlar keyin shunaqangi qarshi tomon advokatlar fikr bildiryaptiki, bu qiz xalqni davlatga nisbatan qarshi qo'yyapti degan tuhmat qilishyapti menga. Men hatto shu masalada ham sizlarga yordam so'rab chiqolmas ekanman. Men hozir sudda nima deyishsa, yopamiz desa, xo'p, yopinglar. Nimani ular gap o'rgatsa ham indamay turishim kerak ekan, keyin hech nimaga e'tiroz qilmasligim kerak ekan. Men hozir nimaga chiqarib yuborilganimni ham bilmayman. Keyin mana sud jarayonida ham advokatingiz iltimos qiladi dedi, ko'rib chiqamiz dedi. Demak, siz hozir suddan chetlatilgansiz, jabrlanuvchi sifatida. Ha? Ham jabrlanuvchisiz, ham suddan haydalyapsiz. G'alati hodisada biz bu bo'yicha advokatlar bilan ham gaplashdik, ular ham hayron. Haqiqatda urush to'polon qilmagan bo'lsangiz, u yerda o'zi kameralari bo'ladi, ana isboti bilan qo'yib berishsin va sizga o'sha suddagi savol-javoblar aytish mumkin emas. Sud yopiq, sizlarning qarshiligiga qaramasdan biz ham so'rayirdik Oliy suddan bu narsaga oydinlik kiritishinglarni. Bu singlimiz majbur bo'lib chiqyapti. Hattoki o'sha administratsiya rahbaridan najot kutyapti-da hozir.
Yana gaplaringiz bormi? Bor. Mana aytishyaptiki, hali nimaga birdaniga internetga chiqyapti bu? Yo'q, men birdaniga internetga chiqmadim. Men misol tuman prokuraturasiga o'sha ariza bilan murojaat qildim. Undan keyin viloyat prokuroriga bordim, yordam so'rab. Undan keyin general bilan ko'rishganman. Mana ko'ring, qaysi xodimlaringiz qaysi ayolni badnom qilib yuborganini ko'ring deb bordim. Aprel oyida bo'lganda u voqea. Undan keyin qarangda, siz o'zingizga, joningizga qasd qilgansiz, a? Qilganman. Shu sababdan. Aynan shu holat bo'yicha endi qaysi erkak kishi ham chidaydi mana shunaqangi holatga? Nima uchun kurashyapman bilasizmi? Men o'zimni sha'nim xo'p, meni sha'nim toptali bo'ldi. Men boshqa birorta ayol shu kunga tushmasin deb harakatdaman. Nima bitta bir jurnalist ayol aytayaptiki, bularga qarshi chiqmang, sizni o'ldirib yuborishadi. Shu ketishingiz bo'lsa, siz qayting, to'xtang deyishyapti. Yo'q, to'xtamayman, mana shu kameralarga qarab shu gapni aytib olay. Hali yana bu imkoniyat menda bo'ladimi, yo'qmi bilmayman, chunki sudga ketuvidan men hozir xuddiki nima ayblanish uchun harakatda bo'layotganim, hali bo'lyapti deb taxmin qilyapman. Shu aytayaptiki, o'ldirib yuborishadi deyapti. Ruhi o'lgan odam jismi o'lishidan hech qachon qo'rqmaydi. Men buni jismim o'lishidan hech qachon qo'rqmayman. Men kurashayotgan bo'lsam, mendan boshqa birorta ayol shunaqa tahqirlanmasin deb kurashyapman. Nimaga mana hozir sudga ham e'tiroz qilyapmanki, olishsin, o'sha oliy sudda ko'rishsin, hammamiz farg'onalik bo'lsak, olishsin, o'sha yerda aybim bo'lsa ko'rsin xalq. Menda ayb bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari yoritsin o'sha yerda. Kimdaligini ko'raylik, mana guvohlar borib nima deyotganini xalq ko'rsin, bittasini ko'rsin, hali men nimaga dod deb chiqqanimni keyin bilasizlar. Demak, eshityapsizlar, do'stlar, mana shuncha voqealar o'tdi. Biz ham shubhalanyapmiz, to'g'risini aytsam, bu sudga ketishidan. Chunki jabrlanuvchi o'zi ochiq bo'lishini xohlayapti, lekin boshqa kuchlar, ichki ishlar, hattoki sudyani o'zi ham ochiq bo'lishini xohlamayapti. Bunaqa joylarda ochiqlik siyosati deb prezident o'zi aytganda. Prezidentimiz aytdi. Prezident aytgan. Bu ishda sudda yopiq o'tkazilishiga sudyani haqqi yo'q deb ham aytishyapti-da. Endi u meni fikrim emas, o'sha advokatlarning fikri. Bilmadim endi nima deyishga hayronman. Buni Oliy sud ko'rib chiqish kerak. Gapingiz bo'lsa ayting yana. Men hozir yana shuni alohida ta'kidlashim kerak, chunki men hozir his qilib turibman. Mana u sudda yana meni masalam ko'riladi. Yana sen internetga chiqding, nimaga chiqyapsan degan masalalar ko'riladi. Men yopiq sud jarayonini muhokama qilmadim hozir. O'sha ochiq suddagi holatlarda gapirdim. Keyin o'sha umumiy holatlarda gapirdim. Shuni ham inobatga olishni so'rayman, chunki shu ketish bo'lsa, menimcha meni o'zimda ayblash uchun harakat ketyapti bu yerda. Sekin-sekin o'tib. Sekin-sekin, lekin Xudoga shukrki, ichkaridagi holatlar men bilaman. Asta-sekin ko'p narsa o'z tasdig'ini topyapti. Faqatgina shu narsa, endi hozir audio zapislar o'chirilgan. O'z tasdig'ini topgani bilan-da ichkarida. Kamera yozuvlar yopiq bo'lgandan keyin haligi nimalar to'xtatilinar ekan. Bunaqada kimga nimani isbotlab beraman bilmayman. U xodimlarning gapini ko'rsangiz, haligi beixtiyor alamdan kulasiz-da. Uni qani hozir aytishning iloji yo'q-da, lekin sud yakunidan keyin men ommaga hammasini olib chiqaman. Bilmayman, meni urganlar, tahqirlaganlar javobgar bo'lmagunicha qaytmayman. 7 oy o'tdi mana o'sha voqeaga. Necha oy, necha yil kurashish kerak bo'lsa kurashaman. Lekin mendan boshqa birorta ayol shu kunga tushmasligi uchun ham harakat qilaman. To'xtamayman. O'sha oliy sudga olishsa, nimani? O'shanda adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Hech kim haligi menimcha bosim qilishga yo aralashishga nima kuchi yetmaydi deb o'ylayapman. Yana bilmadim. Shu uchun Saida Shavkatimdan yordam so'rayapman. Iltimos, Saida Shavkatimdan mana shu videoni ko'rsangiz, yordam bering. Sizlarga qanaqa ma'lumot boryapti bilmayman. Hech qachon o'zini xodimidan sizga biron nima deb negativ ma'lumotni aytishmaydi. Agar imkoni bo'lsa, gen prokurormi, Tanzila Narbayevami yoki Saida Shavkatimdanmi? Endi bular hali ko'p xizmat safarlarida bo'lishi mumkin. Shulardan qaysidir birlari agar vaqt ajratishsa, men dalillarim bilan yetib boraman. O'sha barcha dalillarimni olib boraman. Nima demoqchiligimni ularga isbotlab beraman. Demak, yana bir gap, bulardan tashqari, siz o'qituvchisiz, pedagogsiz-da, o'qituvchisiz, maktab direktorisiz. Va bu yerda vazirlik bor.
xalq ta'limi o'sha maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi bor. Ismlarini bilmayman men kim. E'zoz Karimov. Ha, shulardan ham so'rab qolgan bo'lardik. Mana sizlarni vakillarni mana shunaqa xo'rlashyapti, lekin bir ta'lim vazirligidan sizga qanaqadir munosabat bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldi. U masalada ha, ta'lim vazirligimiz, keyin yaxshi eslatdingiz, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmamiz. Men rahmat aytaman. Chunki Sherzod Dolimov shu paytgacha misol nima yordam kerak bo'lsa taklif qilishdi. Lekin meni misol shu jarayonda boshqa tizimda nimasi oddiy misol mana soliq rahbarim bir kun ham xizmat tekshiruv qilmasa shunday ishdan bo'shatib yubordi. Bir kun ham yo bir soat ham xizmat tekshiruv bo'lmadi. Vaziyatga oydinlik kiritmadi, lekin meni rahbarim, ishonasizmi? Yo'q, bu meni xodimim. Oldin aybini bo'yniga qo'yib ber. Men xursand bo'ldim. Shunaqangi tizimda ishlayotganimdan faxrlandim. Bu ayol shunaqa ekan deb turib rasmiyni ishdan bo'shatib yubormadi. Aynan Sherzod Dolimovga rahmat aytaman. Bu haligi men iskrin ichimdan aytayapmanki, bu odam o'sha gaplarga ishonib turib, meni yanada Farg'ona viloyat maktab ta'lim boshqarmasining boshlig'i, bu ayol shunaqa ekan meni chetga chiqarib qo'ymadi. Misol hozirgacha ham biror marta chaqirib, bosim qilib, yo ariza yozishimni talab qilmadi, lekin ular shuni so'raganida yo'q. Bu uni shaxsiy hayoti. Agar qo'lingda daliling bo'lsa ber, qonuniy ber, biz qonuniy javob beramiz. Qo'rqib yo birovdan nima qilib turib meni ishimga aralashishmadi. Ular faqat menga yordam berishyapti. Tushunarli. Mana yaxshi, Farg'ona viloyatining o'sha xodimlar sizga yordam beradi ekan, lekin vazirlikdan ham so'raydik. Bu bo'yicha qanaqadir o'sha sud bilanmi o'sha qonuniy bo'lishini ular ham qanaqadir talab qilishini so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat. Mayli, hurmatli do'stlar, o'zingizlar eshitib turibsizlar singlimizning gaplarini. Biz o'sha administratsiya rahbaridan va o'sha ayollarni himoya qiluvchi tashkilotlarimiz bor. Shulardan so'raydik. Himoya qilishlarini, qonuniy himoya qilishlarini so'raydik. Rahmat. Rahmat.